Laos Ats koçisi 175 numar. Laos Ats koçisi 175 numar. Senin apağının salametligi əsli yaxşıdı. Lekin tönögündün başlap. Kəginin bək yaxşı boldu, Marko, apan bu yerdə. Amidio! 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 Sen əmdi apan bilen körüşüp boldun. Kəginin bək yaxşı boldu, Marko, apan bu yerdə. Apan ölüp ketdi. Apan ölüp getdi. Laos Ats koçisi 175 numar. Laos Ats koçisi 175 numar. Marko, apanın salamətligi əzəldən yaxşıdı. Lekin tünögün, o ölüp getdi. Nima vaqiraysan, nima? Tasma bir. Amidio! Ne kettin Amidio? Amidio! 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 Nima vaqiraysan deyman, nimaga? Yaxshiroq uxlayanmag'ili necha kun bo'ldi? Ajabmi zerikdim. Amidio! Nim bo'ldi, Marko? Amidio o'zining karotonda turmandi mana. Nim bo'ldi? Amidio! Ey! Havo sal soğuq bo'lib qoldi. Agar soğuq o'tib, zukam bo'lib qolsa chatoq bo'ladi. Nim bo'ldi, bolam? Titrayotsan go. Tez buni kiyib olgin. Yerim keçidi bu yerga chiqqaning bilan nimani ko'ra olaysan? Jura, tushib ketayli. Bo'lmasa zukamdab qolasan. Ha? Havoning bag'an siri sovib ketishi, janubga kelib qolganligimizning ifodasi. Balam, agar sen qayerda o'ttasangmi, baribir ata Buenos Airesga borasan. Ansirma, Marko, ha? Angladingmi? Ben yomon tush ko'ribdimi? Qor besibdi-da. Opam uni Qor besibdi. Shun sen kechida vaqirab ketibdi-ekansan-da. Ha? Men aran deganda Laos Ats ko'chisini topsam, shu kun atdigan. To'g'ri, qirg'oq chiqishga oz qolgan siri, oshundoq o'ylaydigan bo'lib qolasan. Ansirma, Marko, hech ish yo'q. Xotirjam bo'l, bolam, ha? To'g'ri, qirg'oq chiqqan kuni atdiganda. Buva, soat hozir qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi? 12 kilo bo'lgandi. Men vaqtni bundan bekor o'tkazsa bo'lmaydi. Marko, nega borasan? Hay. O'tinib qolay. Paraxodni tezaydan opamning nafsi to'xtay deb qoldi. Nima? Qayerda? U Buenos Airesda bugun atgandan boshlab bo'lamay qoldi. Shunga tezroq hayda, tez hayda. Tez hayda, aka, tez hayda. Bu
Aldırma Afgan, üzağını tutup al. Aldırmay degin, ha? Aldırmay sözle. Ha, nemi gap boldu? Apam bu. Apaڭga nemi boldu? Ha? O nerede? O hazır, o... Dedim ki Buenos Aires'ten tezrek haydan tez. Tez haydan tağı. Jığlama Afgan. Marko. O sizin balanız mı? Ha? Onu akşam qarı besip qaptıken, qo'rqib ketgan o'xshaydi. Bu bala Buenos Aires'teki apsini izlep, yalğız yolga chiqibdi. Shundaq. Jure balam, yataqqa qaytayli. Mundaq ishkanda. Qo'rqib ketgan o'xshaydi. Bu qattiq bo'ron chapqunda menimi kechich qarib esibdi. Kechiring, sizni avar qildik. Hechqisi yo'q. Marko, kishi jiddiylashganda yoki bo'lmasa qattiq charchab ketganda ashundaq tushlarni ko'radi. Lekin o'tganda ashundoq tush ko'rib qolganda opamning og'rib qolganlik to'g'risida xat kelgan. Endi men uxlamayman. Tong otgacha o'tirma. Uxlamasang bo'pti amsa. Lekin o'zing o'ylab baq balam. Agar uxlamasang, Buenos Airesga borganda opang shuncha yiroqdan uyqusiz, horg'in kelganligingni ko'rib, ko'ngli yerim bo'lmamdi. Opang kinoyadan ayrilganda seni g'ayratlik bo'l degan-ku. Buni unutib qoldingmi? Jür, apаңның көңлі ерім болмысын десең, yataqqa kirib uxlug'in. Jura balam. Kela balam. Yaxshiroq uxlavag'in balam. Baqilamsan. Kim o? Men Fergile namli paraxotdan chiqqan Marko Roche paraxot boshlig'ini izlayman. Nemish oldu, ha? So'rab boqay, Buenos Aires qachon yetib bordi? Saat 10'la etrafida Buenos Airesga yetib bordi. Baldiroq boraman-da. Ish bosmay yordamlashay. Men Fergile namli paraxotda o't qalash va boshqa ishlarni hammani qilgan boshliqman qila olayman. Yordamlashay. Zada nemish oldu? Mana deb berelemse, ha? Men endi chidab o'tiramayman. Buenos Airesga bormasam opam u. Fergele namliq paraxotga chiqib elib dengizdan o'g'irlikcha o'tmoqchi bo'lgan senken-senda, ha? Marko. Bova, yaxshimisiz? Bu kashda sizni avar qildik. Kechiring. Jur Marko, yataqqa qaytayli. Bova, uning ishlaridan xabarim bor. Kel, o'ta Marko Roshi. Sizmi o'ltiring, bova. Sening talabingni o'rinlamayli demedik, lekin o'zing bilsa, bu qatimki bo'ron chapqinda paraxot eg'ir darajada buzg'unchilik uchradi. Motorning hozirgi harakati eng tez. Ko'nglingni tushunima. Uzun yo'llarni besib, opangni ko'gili kepsa. Oxirda biroz chida. Biz uzunga qolmay yetib boramiz. Keling bova, sizmi o'ltiring. Rahmat. Sana biroz suqush beray. Buni ishchi velib, obdan uxlag'in. Eng oxirgi bir kecha emasmi? Kela Marko Roshi. Sening botirlig'ing uchun ko'tarayli.
Әзірме балам, яқшырақ ұқылуағын, ә? Uxlığın. Bugün hava nimke yaxşı. Yaxşıtırdыңызмы, Марко? Yaxşımsız Ədə, yaxşımsan Nino. Yaxşı uxlagansız? Yaxşımsız baba. Akşam qışlarını keçirin. Marko, yana biraz uxulsan bo'lmabdi, ha? Saat neçə oldu? 8 bo'lay dedi. Qara, havo nima degan yaxshi. Tunugunki qalaymıqan tushlar, bu kang osmonning qahriga chiqib ketgandi, ha? Biz hazır nerede? Argentina ko'rnaymi demeydi o. Ko'ngil bo'lmasimi, lekin xilili yaqinlab qoldik. Rasma? Suv yuziga qara. Dolqin pasiyib, suvning rangini o'zgarib, bir oz oqarib qoldi. Mana. Bu paraxotning Laplata daryosining eg'iziga kelganligini bildirdi. Laplata daryosi? Mushkanda? Laplata degan ispanch so'z bo'lib, kumush degan ma'noda. Demak, kumush rang Laplata daryosi deganni bildirdi. Argentina degan ismmi mushunga o'xshash. Daryo suyining rangi kumush rangiga o'xshaydi. Shundoq, bolam. Kumush rang? O'tgan zamonlarda kishilar bu go'zal daryoni osmondagi samanyoluga o'xshatdi ekan texi. Yani 2 saat qopdi. Havo ochiq chog'larda bu yerdan qo'shin davlat Urugvayni ko'gil bo'ladi deyishidi. 2 saat. Yani 2 saat qoldi oppa. Juringlar, atganlik tomoq vaqti bo'ldi. Bugun eng oxirgi tomoqni hammamiz pastiyayli. Bu paraxot kechikib qolmas bova. Undoq bo'lmaydi bolam. Jur. Bugungi tomoq yaxshi bo'lishi mumkin. Jura. Yo'q, yemeyman. Qo'sig'im oshmadi. Undoq bo'lsa mayli. Men sana olib chiqib beray. Sen mush yerda turib, sop havodan ko'proq nafas ilib olgin, ha? Amidio, Argentinaga keldik. To'g'ri. Aras. Bu rostli daryomi? Bu
bu daryoda hech nimani ko'ngil bo'lmaydi ekan. Yana 2 soatdan keyin yetib bora olammi? Men kinoyadan ayrilib, paraxodga o'ltirib, opamni izlab mang'anlarimni tushimdek his qilyapman. Meni saqlay olamsan, opa. Saqlay olamsan. Burun chiroying shuncha aniq ko'rinadi. Hozir bag'ansir g'uvalishib ketyotdi. Sendan hech bir xabar yo'q. Mening qanchalik ansirayotganligimni, bearam bo'layotganligimni bilamsan. Nimish xat yozmaysan? Kesal bo'lib ketib, xat yozamidingmi ya? Boshqalar bo'lsin, bir varaq, hech bo'lmasa bir jumla bo'lsin yozdirsam bo'lmasmidi? Appa. Sendan xat kelmay, bilamsan. Toniyo akam, dadam, men qanchalik ansizchilikda qoldik, ha? Appa. Bu yer soğuk tushgan bo'lsa-mu, Italiya issiq. Kumush rang daryo. La Plata daryosi. Mening dardimni bilasanmi? Meni saqlay olasanmi, appa? Saqlay olasanmi, appa? Dadamga deyli, La Plata daryosi bo'yida qish kirgan bo'lsa-mu, lekin sen yiqilib qolmading. Ana bola ikkalan birlikda xat yozayli. Appa, nimishqa gap qilmaysan, appa? Nimishqa? Kumushran davlat, kumushran daryo. Fimboto doktor Buenos Aires bir cho'ng shahar degandi. Cho'ng shahar. Cho'ng shahar Marko. Laos atis ko'chisida opam bormidi? Agar uning soyasini ko'ramisam-chu. Shunchalik qo'rqinchli bir tush ko'rdimki, birsi menga opang o'ldi, opang bu yerda yo'q dedi. Yuragim yerilib ketay deb qoldi. Ularning hammasi odam aldaydigan gaplar. G'ayrat qilishim, ush qandak berib opamning bag'riga urzamni yetishim kerak. Meni saqlab turg'in, oppa. Meni saqlab turg'in. Oppa. Meni saqlab turg'in. Optan, oppa. Marko. Friedrich bovay sizni tamoq yavasin deb izdigandi. Meni izdiganmidi? Boya sizga debdikan-ku, sizga aytganlik tamoqni olib chiqib bermoqchi bo'ptikan. Men unutib qopdiman. Kechiring. Keling, tomog'ingizni yeviling. Sho'rba muzlab ketibdi. Rahmat dada. Kela amidiyo. Bu parxutdagi eng oxirgi tomoq. Biz ayrildigan bo'ldik. Sizning yardamingiz bilan salomatligim butunlay aslik keldi. Opingiz bilan sog'-salomat ko'rishinglarni tilayman. Bu tushum emas-ku. Biz Argentinaga keldikmi? Tush emas, rostla. Tunugundan boshlab nima bo'ldimkin? Uzun safarda yerib ketibsiz. Opam bilan ko'rishadiganligimni xuddi tushdek his qilyapman. Lekin opingiz bilan birdamdan keyin ko'rishsiz. Tush degan taqdirdim bu bir rost tush. Opamni ko'migili 1,5 yil bo'pti. Shunga u meni Nim bo'ldi? Men bek ansirayapman. Nimadan ansiraysiz? Opam meni ko'z toniy olammi hada? Ansirayma deganingiz shuning uchunmidi? Nimish kulisiz? Kulmaychamsa, dunyoda nadim o'g'lim tonimaydigan ona bo'lsin. Ayrilganinglar orali 1,5 yil bo'pti-ku. Nervam otizlab ketgan o'xshaydi. Shunglash qalaymiqan tush ko'rsiz. Amaliyotda opingiz cho'qim sog'-salomat turayotgan nima? Meningcha, burunqidan yaxshiroq turyotdi, Marko.
Shundaq, xuddi mush parxutning Buenos Airesga cho'qim yetib bordiganligidek jazmlashtira olayman, Marko. Әдә! Bo'ldi. Tamoq yeb bo'lgandan keyin qirg'oqqa chiqishga tayyorlik ko'rayli. Sizdan faqat ayrilg'im kelmasimi, lekin sizni zo'r xushallik ish kutib turibdi, Marko. Rahmat sizga, Әдә! Hey, Buenos Airesga keldik! Axir yetib Marko! Birisi Buenos Airesga keldik deb baqirayotidu. Keldik. Axir Buenos Airesga yetib Hazırlı yetib barma. Hazırlı yetib barma. Appa! Marko uzundan buyon arzu qilgan Buenos Airesga yetib keladi. Apsığı yıqınlaşqan seri Marko'nun xushallığı içigi patmay qaladı. O xushal halda Merli tağısının uyini tapıdı. Lekin o hergiz o'ylab baxmagan ish yuz berdi. Merli tağısının yiroq bir shaharga ko'chib ketganligini anglab, beshig'i bir chilak sovuq suv quyib etgandek bo'ldi. Marko yana bir yangi sinoqqa duch keldi. Keyingi qitimda opam turishliq ko'cha degan qismini ko'ringlar.